Alo, Kozim. tanish ovoz. O'qib ketdingmi? Jobir, Sen bilan hisob kitobimiz bor. O'sha eski joyda ko'rishamiz. sen bilan qatta bo'lsa ko'rishaveramiz, menga qo'ppay bo'pti-ku. Jobir, hey, to'xta, qayerga ketyapsan? Kozimni oldiga yurishgan, ha? Lekin bitta o'zing hech narsa qila olmaysan. Men bitta o'zim emas, sen ham ketasan. To'rt oldimga. Ey, men ham bor deylik. Turishimizni qara, nimamizdan qo'rqadi? Birorta baquvvatroq sherik olib boraylik. Somsalar bor, somsalar. Bo'ldi, kinnoy olmaysizmi? Bo'ldi. Somsalar bor, akalar olmaysizlarmi? Sen bilan nima ish qilasan o'zi? Jonga tegdingmi? Bor ko'zimga ko'rinmagan. Kimni tavsiya bo'ladi endi? Ha? Ya somsa yemayman, o'yla. Ey malak, somsa nechta bo'l? Bu nima bachkanalik? To'sh pastga. O'zing turib beradi deding-ku. Turib beradi dedim, ot bo'lib minib berasan demadimi? Ha, tushir malak. Shunaqangi gap o'ylab topgan, Kozim til aylanmay qolsin. Nima desam ekan? Sizlar homiladorman desangchi? Chinni bilmasmisan sen? Bo'lmaydi. Bu 20 yil qamoqda bo'lgan, Kozim ahda bo'lgan. Bir nima o'ylab tog'amiz jar. Yer tagida oltin qoziq. U hammaga bo'lar oziq. Ne javobda aytyapsan? Farog'atli gapir. Xullas, farog'atni tinch qo'y. Bu meni oxirgi gapim. Endi meni birinchi gapim eshit. Men seni akimman. Yaxshi, pipalashib yurmaymiz ekan. Men baribir farog'atga uylanaman. Bu meni oxirgisi gapim. Endi meni ikkinchi gapim eshit. Farog'at biz apamiz. Radnoymi? Radnoymi deyapman senga? Deyapman senga. Radnoy. Kozimni oldiga boramizmi yo to'g'ri